Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. 3 hafta oldin oyoqni qayerdingizmi? Keyin yaxshi nima qildingiz? 2 hafta gipsda yurdim. 2 hafta gipsda yurdingiz. Gipsini yechib tashlab yursam ishib og'riyapti hozir. Xo'sh, shunda nima qildingiz? Nima chora ko'rdingiz? Ishib og'riganiga. Maspa surdim, uyda mahkam bog'lab yuribman. Spirtga tuz qilib bog'ladim. Yursam уже katta bo'lib ishib ketadi. Hozir mana sal ishgani qaytganda. Chunki hozir ertalabdan beri yurganim yo'qdi. Men birinchi o'rinda sog' joyini bilib olyapman-da. Keyin oxirida chiqqan joyingizda qilaman, o'sha payt og'riydi. Manengiz chiqqan, aniq bu. Mashitingizda bor. Lekin men mana tekshiryapman-da. Hozir siz qayerdan keldingiz? Aniq Yashnoboddan Tapochdan. Shu Banisada bitta ayol aytib qoldilar-da. Meniki ham shunaqa bo'lganda bir oy gipsda yurib, baribir yana shunaqa bo'lavergan siniqchiga ko'rsatganman. Shunaqa ko'rsating dedilar. Balinsada aytdimi? Bismillah. Borgan patsient aytdi-da, birga ochirib kutib turgan edik-da. Men gips olgandan keyin yana ko'rsatishga bordim-da, og'rigandan keyin. Siz oyog'ingizni qotirib qolmang, xo'p? Men uni qilmasam siz tuzalmaysiz-da. Men unaqa siniqchi qayerdan topaman deb YouTube'ga kirsam, siz chiqib qoldingiz-da. Ay, ay. Mashitingizda chiqqan joy turibdi mana. Ay. Ay. Qo'shib turavering. Qo'rqmang, tag'in sindirib qo'yadi deb. Yo'q, og'riqsa. Ay. 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 Nafas oling. Nafas olyapsiz-ku. Nimaga nafas olmay turibsiz? Oling-da. Sizga bir nafas olmay turing dedimi? Tez nafas olib turing. Hozir shuni qiling. Молодец. Ozgina nafas oling bo'lmasam. Endi yana birozdan so'ng ko'ramiz. Mana shu yer 3 haftadan beri qotib qoldi-ku endi. Qo'lda bosganga ketmayapti. Hozir shuni men oyoqda yana bir bosib qo'yaman. Qani? Yana bosamiz. Qani endi tekshiramiz mana. Mana biz chidab turibsiz. Zato doim qiynalmaysiz-da. Ana endi tekshiramiz yana. Mana uni qo'yamiz. To'g'ri o'tirib bu yoqqa. Shunda yonbosh faqat mana ustiga chiqing. Ustiga chiqing. Endi yonboshlang. Shunda tirsakda yonboshlang, choyxonadagi boboylarga o'xshab. Xuddi shunday turing. Endi tekshirib olay. Keyin beriroqqa keling. Pastroqqa. Ana shunday turing. Mana shuningiz menga yoqmayapti-da. Bo'lmasam kirsa ham hali bor-da mana shu yerda. Ozgina sabrda turavering. To'xtab qilaveraman. Dan berib. Ana, yana dam endi. Pererif. Yo'q, emas. Ay, bo'ldi. Sen pasaydi endi. Shu perchatki bilan qanday sezasiz deydi-da. Qattiq bu boshqacha o'qi. Nafas oling, sizga bir nafas olmayapti. Tez oling olganda ham. Hazillar aytyapman, to'g'ri. Nafasingizni qisib, nafas yo'lingizni bo'g'ib, bir xuddi bir yomon qiladi. Mana shunaqa bo'ladi. Chiqqan joyda solsa. Bu saliga bunday qilganga keta qolmaydi-da bu ham. 3 hafta bo'lib qotib qolibdi-da axir.
Yangi payti bo'lsa, saliga bunday qilsa ham shilib qo'yib joyiga borib qoladi. Ammo qattiq og'riydi. Ha buni bekor gips qilganda, agar gips bo'lmaganda bundan ham oson bo'lardi. Qimirlamay turaveradi-da, qotib qoladi. Qimirlatmadim, qo'ltiq tayoqda yurdim. Qo'ltiq tayoqda ham yurdingizmi? Oyog'ingiz bosmaydi dedi, umuman bosmasdan 2 hafta qo'ltiq tayoqda yurdim. Shunisi yomon bo'pti. Mayli, soldik-ku. Endi az joyida, az tushdi. Ana yurganda bilinadi. Ozgina ishi bor hali. Nima bo'lganda ham. Periydi yana. Ana ko'ryapsizmi qanday cho'zyapman? Suyaklar o'rtasi ochilib ketyapti. Sezyapsiz-a? Ana. Endi men qisilib qolgan tomirlarni chiqaryapman. Ha boya soldik, tepib, bosib. Endi Oyog'im rosa o'shib ham qolyapti, qon aylanmagandek bu. Sezilyaptimi cho'zilib ketgani? Suyaklarning o'rtasi ochilib. Mazza qilyapti oyog'im. Og'rig'im bor-u yaxshi. Yoqimlikda, qarang, og'risa ham yoqadi. Tortavering shunaqa qilib. Allohga shukr. Oyoqni bo'sh qilib torting. Shunday qiling. Mana shunday qiling. Xuddi shunday. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, suyaklarning o'rtasi cho'zilib ochilib ketyapti. Sezdingiz-a? Uncha-muncha qisilib turgan tomirlar ham, paylar ham chiqib ketishi uchun qildim shu mashqni. Endi orqaga, oldiga yuring, burilmasdan shunday yuring. Mana olib tura qoling, qattiq joyda yuring. Keling yana. Endi qanday? Yaxshi. Voy, men bu oyog'im umuman qayrilmayapti. Mazza qilyaptimi? Ha, mazza qilib yurganda bunaqa bo'ladi-yu, shunaqa bo'lmayapti-da. Ana shunday qilib ko'ring. O'sha mana bunday qilib ko'ring deb cho'nqayib deb o'tirib deb qayilib ko'ring qani. Qanday bo'ldi? Yaxshi. Zo'rmi? Ha, yaxshi. Xursandmisiz? Ha, rahmat, xursandman. Iloyim yaxshi. Ancha yaxshi qoldi. Sho'r paxta qilib aniq nima tuzga nima spirtga tuz qilib bog'lab yurdim-da. Spirtga tuz qo'yib. Uni kim aytdi spirt bilan tuz bayla deb? O'sha doktorda aytgan edi, shu ishganiga shunaqa qilsang qaytadi degani deb bog'lavdim-da. Endi tuxum qo'yib baylab qo'ying. Tuxumni sarig'ini. O'sha qilib baylasangiz, lattaga shimitib olib. Endi bo'ldi. Endi ishimiz bitdi. Bunday qayirib ko'ring, oyoqda turgan joyda ana shunday qilib. Yaxshimi? Yaxshi. Sal endi o'zi anaqa og'riq bor-u. Yaxshi. Amin, bo'lmasa ishimiz tugadi, alhamdulillah.